Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan tadqiqotchining ochiq identifikator, ya'ni ORG-ID ni qanday qilib olishni hamda ro'yxatdan o'tishni ko'ramiz va unga qo'shimcha ravishda Google Scholar'dagi o'zimizdagi chop etgan maqolalarimizni ORG-ID ga qanday qilib ko'chirib o'tishni ham ko'chirib o'tish haqida ma'lumot berib o'tamiz. Mana menda ro'yxatdan o'tganman. Qaytadan yangi ochamiz albatta. Keling, bit tugmasini bosamiz, bu chiqamiz va yangi oyna ochaman. O'zingizni kompyuteringizdagi mavjud brauzerga kirasiz. Brauzerlardan manzillar bandiga orgkit.org deb yozasiz, ya'ni organization. Enter tugmasi bilan tasdiqlaymiz, bizda tizimga kiradi. Menda Google tarjimon ishga tushib ketyapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz rus tilida, lekin o'zi saytning interfeysi ingliz tilida. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz aslida bu, ya'ni sahifa ingliz tilida. Siz ham o'zingizga qulay ko'rinishda o'tkazib olish uchun rus tiliga o'tkazsangiz bo'ladi. 10 tugmani bosasiz, перевести на русский bandini tanlasangiz, tizim sizda rus tilida tarjima bo'lgan holatda bo'ladi. Xo'p. Bu saytga kirganimizdan keyin biz qiladigan ishimiz hali ro'yxatdan o'tishimiz kerak. YT mana yuqori qismdagi bandni tanlaymiz. Va bizdan ikki xil holatda chiqyapti. Личный учетный запись, учетный запись organizatsiya. Bu ikkala banddan ham bittasida bu o'zingiz shaxsiy tadqiqotchi uchun, ikkinchisi tashkilot uchun. Agar siz bo'lib bo'lmaydi, kelajakda bir qancha ish joylarini o'zgartirishingiz mumkin. Shuning uchun o'zingiz uchun shaxsiy ID raqam olsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi tashkilotnikicha bo'lsa, tashkilotda umumiy ishlab chiqarilgan tadqiqotlar yoki hamkorlikda universitetga qarashli bo'lgan katta grantlarda loyihalarni e'lon qilganda tashkilot nomidan bo'ladi. Shunda o'zini o'sha ORG-ID ID'sini, ya'ni identifikatorni kiritsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bizda личный учетный запись, ya'ni shaxsiy o'zimizning учетный yozuvni yaratish tanlaymiz, mana bir marta tanlaymiz. Hamda yuqori qismda ko'rib turgan зарегистрировать и получить ORG-ID bandini tanlaymiz hamda ma'lumotlar kiritib ketamiz. Axborotda yozaman, o'zim ma'lumotlarni kiritaman. Atamuratov. Основной adres elektron pochta bandini yozaman. Atamuratov 189 Gmailda bor, gmail.com. Pastki bandga qo'shimcha manzil bo'lsa kirsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyin qo'shimchasini ham yozib qo'yamiz bizdan. Atamuratov kichikcha Navoiy, bu korporativ pochtam. uni.uz. Xo'p, bo'ldi. Ana endi parolni ko'radigan bo'lsak, bizda parol 3 bosqichli darajada bo'lishi kerak ekan. 8 ta belgi, bitta simvol hamda bitta raqam qatnashgan bo'lishi kerak ekan. Yozamiz. Unda QWERTY deb yozaman. Simvol ko'payib ketdi. Raqam yoza qolaylik-da. 1 2 3 4 5 6 7 8 hamda bitta belgi qo'shim kerak. Katta O tugmasini bosaman. Bizda hammasi joyida. 1 2 3 4 5 6 7 8 hamda O tugmasi. Endi tizimda bosh harfini yozib qo'ydim. Parol qaytadan teraman. 1 2 3 4 5 6 7 8 hamda katta O harfini teraman. Qo'shimcha bitta belgi ham bosaman. Baribir bo'ldi. Ana endi bu tizimimizni ko'rishimiz mumkin. Mana bir qancha bosqichlarni ko'rsatyapti, ya'ni ochiq, cheklangan hamda umuman yopiq ko'rinishda. Bizda endi ochiq ko'rinishda bo'lsin, qolganlar ham bizning ishlarimizni ko'rishda maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu bandga belgi qo'yamiz. Keyingi bandni ham belgi qo'yamiz, ya'ni yangi axborotlar bo'lsa avtomatik yozib ketaveradi. Hamda foydalanish ketma-ketligini tanishib chiqib, ya'ni o'zining qonun qoidalari bor, bular bilan tanishib chiqib belgi qo'yishsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyingi bandda bu tizimni qotib qolmasligi uchun har xil botlar kirib ro'yxatdan o'tmasligi uchun
men robot emasman, ya'ni haqiqatan ham inson ekanligini tasdiqlash uchun bu belgini bosamiz. Hammada har xil, bir xillarda savol, kimlardadir rasmlar tanlash kerak bo'ladi. Bizda hech qanday chiqmadi. Hamda ro'yxatga o'tish tugmasini bosamiz. Xo'p. Bizda tizim yuklanyapti va mana ro'yxatdan o'tib bo'ldi. Ana endi mana ro'yxatdan o'tkazish uchun rahmat. Siz ekanligingizni tasdiqlash uchun pochtangizga xabar ketdi dedi. Tasdiqlab olishimiz kerak. Keling, pochtaga kiramiz. gmail.com bandiga kiraman. Pochtamdan tasdiqlatib olishim kerak. Xo'p. Bizda boshqa pochtamizga kirib ketdi. Keyingi pochtamizga o'tamiz. Mana va mana ko'rayotgan bo'lsangiz xabar kelgan. Yangi mana Google Meet xizmati ochildi. Bu haqida bizga axborot kelyapti. Ya'ni Zoom dasturiga o'xshash. Bunda orqali ham video konferensiyalarni tashkil etsangiz bo'ladi. 100 kishi buni qatnashsa bo'ladigan yangi axborot chiqib turibdi. Xo'p. Mana endi kelgan xatni ochamiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz bizga ochilganini tasdiqlab beryapti hamda bizda o'zimiz mana ID raqamimizni ko'rsatyapti. Подтвердить adres elektron pochta bandini tanlasak tizimga o'tib ketadi. Bu oynani yopib tashlagan ham bo'ladi, chunki avtomatik ro'yxatdan o'tgan tizim qismiga o'tadi. Xo'p, mana bo'ldi. Bizda muammo yo'q. Mana bu o'zimizning shaxsiy raqamimiz bor. Undan keyin keyingi qiladigan ishlarimiz o'zingizda ishlab turgan joyingizni, mana robotangizda, undan tashqari o'qigan ma'lumotlaringizni boshqa ketma-ketlikka to'ldirib ketsangiz bo'ladi. Undan tashqari mana chap qismimizda o'zingizda shaxsiy saytlaringiz bo'lsa, undan tashqari boshqa tizimlarda ma'lumotlaringiz bo'lsa, bu bandlarni ham kiritib ketsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ish joylarini добавить место работы mana tashkilot nomi, shahar ketma-ketlikda kiritilib, bu oxirida добавить список bandidan ketaveradi. Obyektivga to'ldirgan ma'lumotingiz kabi bo'ladi. Ya'ni shu boshidan boshlab hozirgi vaqtdagi ishlayotgan joyingizgacha kirsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, ana endi bizda Google Scholar tizimidagi maqolamizni, ya'ni marketing o'tkazishni ko'ramiz. Bu haqida video ham tashkil etgandik. Mana Google Scholar kiramiz. Google Akademiyasiga mo'y profil bandini tanlayman va mana menda profilimda maqolalar turibdi. Keling, mana birinchisini tanlayman. Hamda tanlaganimdan keyin statiya bandini tanlayman. Ana endi Еще bandini tanlaymiz. Sitirovать bandini tanlaganimizda bizda maqolamizni mana bir qancha variantlarda eksport qilishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu bibliotek bandini tanlasak, bu ko'p xalqaro standart ko'rinishda bo'ladi. Bu ma'lumotni orsetga olib o'tib ketsak bo'ladi. Bir marta bosaman. Ko'rayotgan bo'lsangiz mana axborot to'laqonli biriktirildi. Buni nusxasini ko'chiraman, copyright qilaman. Endi bittalab kiritgandan bu ishingizni ancha yengillashtiradi. Ish sohaga o'taman. Создать tekstoviy dokument bandini tanlayman, ichiga kiraman hamda save qilaman. Ya'ni oddiy Word kabi ma'lumotni ko'chirdim. Fayl saqlash tugmasini bosaman. Bu faylga nom berib qo'yaylik-da. Xo'p. Keling, mana maqola deb yozib qo'ydim. Ana endi tizimga qaytaman, saytimga qaytaman hamda eng pastda работать degan bandiga добавить bandini tanlayman. Bunda mana ko'rayotgan bo'lsangiz
arxivlangan ko'rinishda yoki DUI'sini bilsangiz ham bu avtomatik topib oladi yoki bo'lmasa mana BibTeX ko'rinishida ham olsak bo'ladi. Bu band tanlayman. Shunda bizda mana открыть bandi chiqdi. Fayl biriktirish uchun mana выбрать fayl bandini tanlayman. Hamda ish stoldan maqolani tanlayman. Mana biz text panelda открыть da bosaman va mana bizda ko'rayotgan bo'lsangiz maqolani ko'chirib oldi. Shu ketma-ketlikda qolgan maqolalaringizni ham biriktirib ketsangiz bo'ladi. Iltimos qilardikki, keyingi videolarimizda Scopus'ga ham bog'lashni ko'rsatamiz. Bu o'zingizni identifikatoringizni yaratganingizdan keyin boshqa tizimlar Scopus'larga ham biriktirsangiz, Google Scholar'dagi ma'lumotlaringizni Scopus ham tortib olishi mumkin yoki bo'lmasa ResearchGate'larning ham ma'lumotlarini tortib olishi mumkin. Mana web sayti degan bandga kirasiz. Mana keling. ResearchGate bu nom farqlab olish uchun hamda URL degan bandga endi ResearchGate ga kiramiz. Agar takliflar bo'lsa, ResearchGate dan ro'yxatdan o'tish, maqolalar biriktirish bo'lsa, kommentariy qismiga yozsangiz, ularni ham bu haqida ham video tayyorlab beramiz. Profilimga kiraman. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz profilim. Bu bandning nusxasini, ya'ni web manzilini ko'chirib oldim. Hamda org saytimga kiramanda Ctrl+V tugmasini bosaman. Profilimga joylashadi. Va сохранить измененияni bossam, ResearchGate tizimidagi ham ma'lumotim ham, ya'ni sahifam ham ochiladi. Bunda meni maqolalarni qiziqib qidirib ko'rganlar bo'lsa yoki qanaqadir katta tadqiqotlarda ilmiy ish olib borayotganda kimgadir ResearchGate da foydalanadi. Qaysidir davlat Google Scholar'da, qaysidir davlat boshqa tizimlarda, masalan ScienceDirect yoki boshqa tizimlarda Mendeley va hokazo Web of Science imkon qadar hammasidan ro'yxatdan olib qo'ying, chunki hozirgi kunda zamonaviy o'qituvchida bo'lish kerak bo'lgan tizimlardan. Yana qo'shmoqchi bo'lsangiz, mana qalamcha tugmasini bosasiz hamda plus tugmasini bosib, keling mana yozamiz. Scholar, Google Scholar'ga o'taman hamda profilimni ochaman. Mo'y profil bandini tanlayman. Shunda mana meni profilim chiqar ekan. Kopировать qilib bu manzilni olaman-da. Scholar bandiga nusxani ko'chiraman. Сохранить изменения bandini tanlasam mana ResearchGate hamda Scholar bu ham qo'shildi. Shu ketma-ketligida qolganlarni ham biriktirib ketsangiz bo'ladi. Mana bizda ro'yxatda o'tganimizdek pochtamiz hamda qo'shimcha pochtamiz. Bittasini unutib qo'ysangiz, ikkinchisi orqali ham foydalansangiz bo'ladi. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Savollaringiz albatta kommentariy qismiga yozing. Kanalimizga a'zo bo'ling. Video yoqqan bo'lsa like tugmasini, yoqmagan bo'lsa dislike tugmasini bosish esingizdan chiqmasin. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar.